Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Hürmetlik acısınıl kırındaşlarım. Nöbette muşu musulmanlarda umumlaşkan nahaytum rezil, nahaytum nicis, nahaytum merez bir kisel var. Bu şundak bir iğir kisel ki bu kiselnin en xatarlı yeri bu kiselge giriptar boğan adam muş kisel qancha iğirlaşkan seri özünün kiselligini his qılınmaydigan bir kisel. Şunun için bu kisel nayet qabih kisel qarindaşlar. Bu kisel bolsa muş qalbimizning qetib ketişi, qalbimizning günah ma'siyati bilan qarayib biz şeylerni, kainatni, özümüzni, özgini öz mahiyeti bilen körenmeydigan, haq bilen batıl aralışıp ketadigan, iman bilen küfri köz aldığımızda guva göründigan, muşundaq bir ahvallar bulup kaldı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifte şundaq deydi. Ala inna fil cesedi mudgaten iza saluhat saluha laha sairul cesed ve iza fesedet fesede laha sairul cesed. Ey ümmet Muhammed sala agah bulunlar. İnsan cismida bir çişlem göş var. Navada o göş sağlam bolsa bedeninin başka hem yeri sağlam buludu. O göş bozulsa bedeninin hem yeri bozuldu dep mana bu kalbinin insanda reis aza ikenligi. Bu azanın sağlamlığı bütün cisminin sağlamlığa kepillik kıldıqanlığı. Kalbimizdeki bu bir işlem göç bozulsa bütün bedeninin sağlamlığı bozulduğanlığını bayan qilib bergan. Men muşu bir neçe minutluk dersim arqılı oldu bilen özemge ikkinchi bulup muşu mümin musulman qarindaşlarımga iki eğiz bu haqda nasihat qilish uchun o'ltiribdi men qarindaşlar. Şunu bilib qo'yaylik ki İnsanның bedeni kesel bo'lgandek, odamdagi ma'naviy qalb ham kesel bo'ldi qarindoshlar. Tumur datlashgandek, qalb datlashidu. Aynakka chang tuzan qo'ngandek, insonning bu ma'naviy qalbiga ham chang tuzanlar qo'nib oldi. Bedenimiz yemaklikka, ichmaklikka ehtiyoj bo'lgandek, mana bu qalbning ehtiyojlari bor. Endi musulmon her xil kasallarga giribtor bo'lishi mumkin. Ammo eng xatarlik, eng cho'ng baloy afat Alloh subhanahu va taolaning bir odamga bergan eng bu dunyodagi cho'ng jazosi bo'lsa, mush qalbining qariyib ketishi, qalbining qetib ketishi. Chunki sizning qalbingiz qariyib ketsa, buningdan to'xtamay kasalliklar paydo bo'ladi. Mana bu qalbi qetib ketish, qalbi qariyib ketishdan faqat Alloh subhanahu va taolo saqlagan ve muş kalbi qetib ketishning oldini elishga tirishgan insonlar bu kasaldan salomat qoladi. Endi bu qalbi qetib ketish degan bu kasalning xatirini Alloh subhanahu va taolaning bir necha oyat orqali sizlarga bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 74-oyatida shunday deydi. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. أنا دينكن يعني سلر Allah subhanahu wa ta'ala'nın möcüzlerini köğenden kin, Kur'an'ın haqlığı, İslam'ın haqlığını bilgenden kin, kalbini qıtıp getireydi qardaşlar. İçiniz xeyri, sizler İslam'ın haqlığını bildiğinler, Muhammed Aleyhisselam'ın haqlığını bildiğinler, Kur'an-ı Kerim'den haqlığını bilip dururlar. Lakin şunu bilgenden kin, kalbini qıtıp getti. Kalbinler goya ki taş, ya ki taştı mı qatı qulap getti. Çünkü taşның arasından bazıda sular çıkıp, deryalar payda oldu. Taşның arasından sular çıkıp bulaklar payda oldu. Taştan su çıkıdı. Bazı taşlar Allah'tan eymenip gulap düşüdü. Lekin senin kalbinle mana bu taştan bak ketip gitti. Yeni bir ayette
Allah subhanahu wa ta'ala shunda deydi: "Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumush-shaytanu ma kanu ya'malun." Biroq ularning qalbi ketib ketdi. Shu sababli ularning qilgan ishini shayton ularga chiroyli ko'rsatdi dedi qarindoshlar. Qarab baqila. Qalbi qatgan odam xato ishni qilib turib to'g'ri qildim deydi. Yomon ishni qilib turib men savobli ish qildim deydi. O'zininki xato ishni to'g'ri deb qaraydi, xalqlarning to'g'ri ishni xato deb qaraydi. Bu bak ig'ir kasal. Qarab baqila qarindoshlar. Bu qalbi ko'rlikning naqadar bir maraz kasal ekanligini mana bu oyatdan ko'rib olamiz. Allah subhanahu wa ta'ala Zumar surasining 22-oyatida "Fawaylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah." Allohning ulug'lig'ini his qilishdan, ya'ni Allohni zikr qilib, Alloh subhanahu va taolaning o'zini ko'rib turdiganligi, Allohning hamini hisob oldiganligi, Allohning 24 soat bizning hammamizni bilib turdiganligidan g'aflat qolgan mushu qetib ketgan mushu qalbga vaylun bo'lsin, ya'ni vaylun do'suq bo'lsin deydi qarindoshlar. Bu nima degan ig'ir oyat. Fatala alayhimul amadu faqasat qulubuhum. Ya'ni vaqtlarning uzurishi bilan sizni qalbinglar qasovat bog'lab ketdi, ketib ketdi, qalbing ko'r bo'lib ketdi deb mana bu Qur'onning bir necha oyatlarida Allah subhanahu wa ta'ala mush qalbining qetib ketishini yomon illat ekanligini bayon qilgan. Chunki Allohdan yiroq qalb bo'lsa, qetib ketgan qalb qardash. Ya'ni qetib ketgan, qardiyib ketgan qalb Allohdan eng yiroq bir qalb. Biz mushu o'zimizning ahvoli qarasak qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala bilan bo'lgan ibodatlarimiz, muomalarimiz qaraydigan bo'lsak, ma dunyo ishlariga qandoq bir holatda bo'lyapmiz, qandoq bir qizg'inlik, qandoq tashabbuskorlik bo'lyapmiz. Ammo Alloh bilan bo'lgan, Alloh so'ydigan ishlar bilan bo'lgan bizning ahvolimizni qaraydigan bo'lsak, bizda ajoyib bir cho'ng, xatarlik bir kasalning borligi. Bizning naqadar mas'uliyatsizligimizni, naqadar Alloh Jalla Jaloluhu'ningki ulug'ligini unutib qolganligimizni ko'rsatib turdi. Biz namozlarimizda, ibodatlarimizda, bulubmu namozlarimizda Allohga bir xushu, xudu, Allohning ulug'ligini, kattaligini his qilib bir erimsak, Qur'on o'qiganda, tabliğ ahkamlar qulog'imizga kirgan vaqtida bir ta'sirlanib ko'zlarimizdan bir yoshlar oqmasa, bir o'zimizni tekshirishdak bir tuyg'u bo'lmasa, boshqalar bilan ilm birim qanda, savdo setiq qilgan chaqda halol haromga toz diqqat qilmasak, boshqalarning haqqiga tajovuz qilib, boshqalarning kishilik huquqiga daxli ta'ruz qilib, boshqalarga zulm qilib, qo'pollik, rahimsizlik, qarindoshlardan yomon gumon qilish, tuqqanlar bilan ab o'tmaslik, tek mana shundoq yurak qetib ketishning alohida ifodalari bizda shunda bo'lsa, demak biz nəhayət xatar bir ahvalda qardaşlar. Xatarlik bir ahvalda. Ey canım qardaşlarım. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala insanlarga o'xshashmagan nazu ne'mat berdi. Lekin şu nazu ne'matlarning ichidagi eng isil, eng bebaho nazu ne'mat bo'lsa, sağlam qalb. Sağlam qalb qardaşlar. Hasaddan, ko'ranmaslikdan, düşmanlikdan, mal dunyo, qul bo'lishdan sağlam qalb bu eng Allah subhanahu wa ta'alaning bergan ne'mati. Tevhid ba qalb. Allah desa yuragi titraydigan qalb. Buningdan isil bir ne'mat yo'q. Shundaqla Allah subhanahu wa ta'alaning bu dunyoda bir insonga bergan eng ig'ir jazosi bo'lsa, qetib ketgan, qarayib ketgan, Allohdan pardalangan qalb qarindoshlar. Sağlam qalb bo'lsa, kuyumchan, mehribon, Allah, din, islom, mu'min desa titraydigan, muhabbatga to'lgan qalb. Allohdan pardalangan qalb bo'lsa, qarayib ketgan, qetib ketgan, o'zining kasalligini his qilmaydigan qalb. Qarindoshlar, Allah subhanahu wa ta'ala bu dunyoda insonga bergan eng cho'ng jazo bo'lsa, mushu qalbini qotirib etish qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'alaga
bütün vücudu bilen birlenmeslik. Allah subhanahu ve ta'ala'nın hakkında mesuliyetsizliğini his kılmaslik. Nurgun adamlar yüzünün bu dünyada neme için yaşaydıqanlığı. Hey, dinnin haklığını bilimiz. Kur'an-ı Kerim'nin haklığını Müslümanlar emas, insaflıq kafirlar itiraf kılan bir kitap. Biz şu kitapның ümmet qarindaşlar. Şu kitapның agaşgüçüleri. İslamның haklığı koyaştın iliq bir haqiqatga aylandı. Bu dünya bolsa imtihan dünyası ekanligini bilimiz. Bu dünya biz üçün bir vaqtlik qarorgoh ekanligini bilimiz. Yeni shunda turib qalbimizning qetib ketganlikdan biz dunyoga berilimiz. Diniy xizmat, islom xizmati, islom ummati xizmati desa hammamizning bashag'riydi. Buningdan cho'ng bir kasal bormi? Qarindoshlarimiz, insonga bir kasal bo'lsa, yurak kasali, saqaymas kasal, ondoq kasalsa, o'lgandan keyin tugaydi. Bu odam balki ahli jannatda bo'lishi mumkin. Ammo bu qalbi qarayib ketish, qalbi qetib ketish kasalninki chatoq qachon boshlandi desa, o'lgandan keyin boshlandi qarindoshlar. Bu yurak qetib ketgan odam mangulik baloy ofatda qoladi. Mangulik azobda qoladi. Mesela bir adamninki rak kesilib ekan, voy bir adamning ondoq saqaymas kesilib ekan, o'z tugaydi qarindoshlar. Musulmon bo'lsa jannat ko'radi. Ammo bu qalbi qetib ketgan odam bo'lsa, bu dunyoda xuddi mas odamdek, xuddi narkozlangan odamdek bir narsani his qilmaydi. Shundoq o'lgandan keyin his qiladi, lekin allaburun vaqt o'tgan mangu kesal, mangu azob uqubat ichida yashaydi. Fawaylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Ulaika fi dalalin mubin. Allah'ın ulug'ligini, Allah'ın kattılığını his qilishdan perdlengen bu qalblarga, qetib ketgan bu qalblarga vayru, voy bularning holi voy bo'lsin. Ular bo'lsa aniq azg'unlikdir deydi. Endi mening qalbim sog'lom qalbmidi yoki qarayib ketgan qalbmidi, buni bir bilsam bo'ldi desanglar, buning diagnoz qo'yishning usuli tövandikcha qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Allah degan bir so'z qulog'imizga kirsa, mazinaxunum Allohu akbar deb to'lisa, Allah degan bir so'z chiqsa, yuragimizning bir yerda pish qilgan bir tuyg'u bo'lmasa, namoz o'qisak, namoz o'qigan holatimiz o'xshash bo'lsa, Qur'on o'qisak, bir narsani his qilolmasak, Allohning kalamini, tabliğ ahkam, vazinasiyat anlasak, bizde hiç qandaq bir tuyg'u o'zgarish bo'lmasa, mana bu qalbimizninki qarayib ketganligi, qalbimizning o'lganligining aniq diagnozi, aniq alomati qarindoshlar. Doktorlar qon besimiga diagnoz qo'yib, ba'zan da chiroylari o'ngib, ko'zlari shundoq chakchib ketadi. Nima ish qolsa, voy qonning besimi 220 ga chiqibdi, 250 ga chiqibdi. Ama kalbiniz qarayib ketsa, siz bunu his qilmaysiz. Ko'zlaringizdan yoshlar oqmaydi, yuragingiz jig'ildamaydi, namoz o'qiysiz, Qur'on o'qiysiz, Allohni zikr qilasiz. Sizning yeningizda Alloh zikr qilinsa, sizda hech qanday bir o'zgarish bo'lmaydi, bir narsa his qilmaysiz. Mana bu sizda ig'ir bir kasallik borligining alomati. Shuning uchun namaz o'qiganda, Qur'on tilovat qilgan vaqtida boshqalar bilan tangi tillar bilan muomala qilgan vaqtida, Allohning dini oyoq osti qilingan vaqtida, musulmonlarning islomning bizga ehtiyoji bor vaqtida, bizning yuragimizda kasal bo'lsa, hech qanday bir narsa his qilmaymiz. Agar qalbimizda iymon bo'lsa, mana qalbimiz hayot bo'lsa, bizning vijdonimiz tirik bo'lsa, mana shundoq Allohning dini oyoq osti qilingan, mu'min musulmonlar xo'rlangan, islom oyoq osti qilingan, mu'minlar turmuga tashlangan, och singillarimiz dapsanda bo'lsa,
hammamiz yana o'zimizning shaxsiy ishi bilan, o'zimizning dunyo halakchiligi bilan bo'lgan bo'lsak, mandaq insonlar qalbini chuqur almashtirish kerak. Chuqur cho'ng operatsiya qilish kerak. Qalbni, yurakni almashtirish operatsiya qildirish kerak qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun." Allah'a iman etgan zatlarning Allah'ning ulug'ligi uchun Allah desa, Allah'ning zikr qilinsa, ularning qalbi eridan bir vaqt kamidimi? Va sizning qalbin qachon eridi? Va ma nazala min al-haq, Allah nazil qilgan haqqa bu Qur'onda, bu Qur'onning ulug'ligiga qachon qalbin eridi? Sala deydi. Sala kitob nazil bo'lib, zamonning uzilishi bilan qalbi qatib ketgan ahli kitobdek bo'lmanglar, Yahud nasoradek bo'lmanglar. Chunki ularning ko'pinchisi fosiq kishilar edi deydi. Yani qalban qatib ketsa, senda bo'lgan aqlli bir ahvol, sen bir fosiq. Allah fosiqlarni yaxshi ko'rmaydi. Shundan dedi qarindoshlar, insonning qalbi, insonning jismi kasal bo'lganda kasal bo'ladi. Buning dorisi nima? Tövbe qilish va shu kasal bo'lib qilishdan qattiq diqqat qilish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda innal mu'min iza aznaba kanat nukta sauda fi qalbi fa in taba wa naza'a wastaghfar saqula qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'lu qalbahu dhalika ar-ran alladhi dhakara Allah 'azza wa jalla fil Qur'an kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yani Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunda deydi: eğer mümin bir günah kısa deydi, kalbide qor bir çekilir. Tövbe kısa, bu günahdan çekilinse, Allah subhanahu wa ta'ala'dan günahını tilse, kalbi yana paqıraydı. Yani val pulatdek paqırap durdu. Yani günah yulup gidiyordu. Ama aş günahını kayni kılıverse, qor çekitmi? Ovu yurdu deydi. Qor chikit yurakni o bütün yurakni qoplab ketadi. Mana bu Allah subhanahu wa ta'alaning Mutaffifin suresidagi ron degan kasal shu deydi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yani ularning qilgan qilmish sababli qalblari butunlay qordab ketib, qalblari quluplanib ketgan insonlar deydi. Mana mushunda olib ketdi gunoh masiyatlar. Shuning uchun biz mush qalbimiz qetib ketish. Endi bu qalbi qetib ketsa, buning alohida ifodalaridan qarindoshlar. Qalbi qetib ketgan odam g'aflatda yashaydi. Atrofida musulmonlar oyoq osti qilinayotsa, islom erkaklarga muhtoj bo'lsa, Allohning dini qani erkaklar, qani ey mu'min musulmon o'g'il qizlar davasa, hech ish bo'lmagandek o'zining shaxsiy ishi bilan, o'zining dunyo halakchiligi bilan, hech nima bo'lmagandek o'zining bilan yashaydi. Ya'ni g'aflatda yashaydi. Va tulul amal deydi. Yani bundaq adamlar şu nurg'un quruq oyog'i chiqmas planlar ol deydi. Ani qilsam, mani qilsam, 4 o'tizimni ishga yetkazib, uyimni mundaq qilsam, ani mundaq qilsam, men islom uchun xizmat qildim, uni qildim, buni qildim deb, mush quruq orzularni, quruq oyog'i chiqmas ishlarni to'l o'ylab, mushni bilan g'aflat qilib, musulmonlar eng ehtiyojli vaqtda musulmonlarga, islom eng ehtiyojli vaqtda islomga asqatmaydi deydi. Bu adamlarda Allah subhanahu wa ta'alaning ulug'ligini, Allohning kattiligini, Allohning ne kadar ulug' zot ekanligini his qilish bo'lmaydi. Bundaq adamlar namozni jamoat bilan o'qishga ahamiyat bermaydi. Namozga baldur kelmaydi. Qur'onni o'qimaydi va bu Qur'on o'rganish, tajvid o'rganish, namozni xushu bilan o'qish, namozni astoydil o'qish deganlardan bu odamlarda undaq bo'lmaydi. Pullan namoz o'qiydi. Pul teping desa, ya haromdan ehtiyot qilmaydi, aldamchilik, soxtipazlik, parxo'rlik, o'sha hammasi yurakka qilishni alamat qarindoshlar. Haqqavurlik, boshqalarni past ko'rish, boshqalarni yaratmaslik, zulm qilish, bütün u hissiyoti dunyo bilan bo'lish, o'limni unutulish, qabrini, oxiratni unutulish, g'imi qo'saq bilan ayollarda o'zidan bir hisob olmaydi.
xuddi o'lmaydigandek ishlarni qilib yashaydi. Ahmiyatsiz quruq gaplarni jiq qiladi. Quruq kulayotgan, xuddi voy әдіден кешкіче көп вақыт ұқылаватқан, жинім қырындашлар, бұныңдың бір иғыр içiniş әхвал ба ма? Xapılmaydıgan işler xapıvatkan, etrafıda xapılıp zadi tağlarını kumpayt qıdak xapıldıgan işler olsa, onun xapılmayvatkan. Yalgan etiş, gayvet qilish, çıkımçılık qilish, nədi dinnin g'imi yo'q adamdan do'sulub yurish, hasadxo'rlik, düşmanlik, ko'ranmaslik. Mana mushuning hammasi vaqtini bekor o'tkazish. Mana mushuning hammasi qarindoshlar, mush qalbi qetib kelgan odamda bo'ladigan alohida ahvollar. Ya'ni nomahramlik qarashdan, naqshi muzik anglashdan, axloqsiz kino filmlarni ko'rishdan bu odamlar yani ehtiyot qilmaydi. Bu hech nima bo'lmagandek yashaydi. Nima uchun? Buning qalbi Allohdan paytlangan kishilar. Shuning uchun qarindoshlar, biz qalbimiz qetib ketmasin deydi ekanmiz. Buning oldin oldigan dorini Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bizga bayon qilib, hadis sharifda mundaq deb bergan. Iyyakum va muhaqqaratuz zunub kaqaumin nazalu fi batni wadin faja'a dha bi'udin wa ja'a dha bi'udin hatta anzaju khubzatahum wa inna muhaqqaratuz zunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Sala mushu gunohlarni kichik sanashdan qattiq hazar aylanglar. Voy bu qanchalik ishdi? Voy bu degan qanchalik ishdi degan gunohlarni yengil sanashdan qattiq hazar aylanglar. Gunohni yengil sanganning bir misolga olsak Payg'ambar alayhisalom. Bir necha odam bir jilg'iga tushibdi. Jilg'iga tushib, av bir tal tamash ko'tarib kelibdi, mav bir tal tamash ko'tarib kelibdi. Shunda qilib bu az-azdan tamash ko'tarib kelib, o'zining tamoqlarini, nonlarini pishirib yebdi deydi. Mana bu kichik gunoh mushning o'xshaydi deydi qarindoshlar. Kichik gunoh yig'ilib bu insonning qalbini qaraytib, bu insonni halokatga boshlaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo biz mu'min musulmonlarni mana bu ig'ir, bu fojialik, bu kasaldan saqlasin qarindoshlar. Dedik-ku, bu kasalning xatiri, bu kasal ig'irlashqansilik, kasal buningki bu kasalni his qilmaydi, o'zini sog'lom his qiladi. Hamda biz hammamiz bu kasalning o'zimizda bo'lmasligini orzu qilamiz. Lekin qanday saqlanamiz? Birinchi bo'lib qarindoshlar, Alloh subhanahu va taologa sig'inib turib, voy bir kechalar qo'pib, 2 rakat namoz o'qib, yig'lab turib, ey Alloh, qalbimni ko'r qilib qilmagin, qetib ketgan qalb qilmagin, qorib ketgan qalb qilmagin deb Allohga sig'inib, yig'lab Allohga nola qilish. Ikkinchisi bo'lsa, mush Qur'on o'qish. Qur'on o'qigandami, mash Qur'on Allohning kalomi. Qur'onda ey musulmonlar min deyotdi, ey mu'minlar min deyotdi deb Qur'onda qilingan xitobni xuddi man qilingan xitob degan tuyg'u bilan mushunda Qur'on o'qish. Tamoqni bak ko'p yemaslik qarindoshlar. Normal yeyish. Kechillari ozi to'la, haftada bir qatim, bo'z kunda, bo'lmasa haftada bir qatim kechillar qo'p qiyomallayl namoz o'qish. Saharlarda Allohga nola qilib, Allohga berilib, o'zimizni Allohga topshirib, Allohga iltijo qilish. Yaxshi, dindor, imonli kishilar bilan do'st bo'lish, shular bilan suhbatlashish, shularning so'rinda bo'lish. Chunki dedik, qalb degan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunda dedi, insonning qalbimi tumir datlashgandek datlashidi debdi. Ya Rasulullah, qanday qilsak bu deti ketib faqraydi debdi. Allohning kitobini o'qish va Allohni ko'p eslash dedi. Yana qalbimiz qetib ketmasin desa qarindoshlar, mushu yetim, yesir, ojiz bicharalarning beshin silash. Bir odam kelib Rasulullohga o'zining qalbining qattiqligidan shikoyat qildi. Sen qalbing yumshsin, sen yetimning beshin sila, ojiz miskinlarga tamoq ber degan. Qabrlarni ziyorat qilish va mush qabrlarning tuproqning ostida yotgan insonlarning ahvoli ustida astoydil tafakkur qilish. Mana eng esil tamoqlarni yeb, eng esil mashinlarda o'ltirib, eng esil kiyimlarni kiygan bu insonlar hozir nada? Ahmad Hanbal radhiyallohu anhu degan Ahmad Hanbal degan olimdan bir so'radi. Meni mash qalbimni nima yumshoq qildi debdi. Sen qabristonlikqa bor.
Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zurul qubur fe innaha tuzakkirul maut dedi. Peygamber aleyhisselam sizler kabristonlikni ziyorat qilinglar. Qabristonlik sizlarga o'limni eslaydi. O'limni eslasanglar, Allohning oldiga borliqligini eslasanglar, qalbinglar yumshaydi. Ve qalbimiz qitib ketmasin desa qarindoshlar, ma yemeklikligimiz haloldan bo'lishi, pokiz bo'lishi kerak. İmam Ahmad ibn Hanbalning o'g'li Abdullah ibn Hanbaldan bir so'radi. Maş qalblarni yumshoq qiladigan narsa nima u debdi? Bala, halol yesan qalbing yumshoq bo'ldi dedi. Shuna bu odam deydi, men Bishr ibn al-Harisni qashib qo'yib, yeni mush savolni so'rdim dedi. İnsanning qalbini nima yumshaydi desam, Allah'ını zikri qilib, Qur'on o'qisan qalbing yumshaydi degandi. İmam Ahmed'den belden sorsam, muştaq halol yesan qalbing yumshoq bo'ldi deydi-ku dedi desam, İmam Ahmed'den bel gapning poskallasini, jilhirini, asli maytini sangdab beribdi. Halol yesan qalbing yumshoq bo'ldi degan. Qarindoshlarimiz, Alloh subhanahu va taolo mana bizni qalbi sog'lom kishilardan qilsin. La yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Kıyamet günüsünde ya senin pulun, ya senin balların eskatmaydı, fakat sağlam kalbin seni cennete kireli şu eskatı dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Biz hazır bak kalbimiz ketip gitti kardeşler. Bu umum yüzlük ketip gitti. Allah subhanahu wa ta'ala muş dersini anlap kalan kardeşlerimiz yüzünü bir tekşürüp baksa, muş derslerini başkalarına yetkizsek, muşu kiseldim bir muş ders arkalık Allah subhanahu wa ta'ala nurgun mümin musulman kardeşlerimizin kalbini bir uyg'ut verse, Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizin kalbini tirik kalb kısa, vicdanlık, imanlık, kalbi tirik bir mümin musulmanlardan bolsak kardeşler. Bu bexatarlik kesel. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni bu keselden saklasın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.